Abbos aka, qo'lingizga qanaqa telefon? Bu telefonmi? 8800 karbon bo'ladi. Nechinchi yilsan? 2004. Sendan ham katta telefon. Yo'q. Bu telefonlarning legendasi bo'ladi. Men tog'in tekrar yo'limiz tushib qoldi. Bu O'rizor bozor. Yurmasam bitta legenda bilan tanishtiraman hozir mana shu bozorga olib kiraman. Bo'ldi. Legendani hamma taniydi. Gazchidan tortib svetchi-yu suvchi ham taniydi. Mana shu bozorga olib kirib olsam legenda bilan tanishtiraman. Assalomu alaykum. Keling mana bu yoqqa. Bo'ldi. Terminator bo'lsak. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Rahmat. Yaxshi, rahmat. Mana shu odam legenda bo'ladi. Gaz, suv, svet, hamma narsa sotish bo'yicha o'zini magazini yo'q, lekin mana shu joyi bor. Aka savol sizga eng zo'r ketayotgan sho'chi gazniki qaysi bir? Sarpda o'zi. Sarpi, smartchi. Smart ham o'rtacha normal deylik. Ko'proq sarpda o'zi. Sarp. Lekin sarpdan ham kichkinasida ashqal-dushqallari ko'p-da. 15 talik bo'ladi. 15 talik. Ana uniki standart bo'ladi, smart. O'zi shunaqa bo'ladi. O'stinchi. O'sin ham yomon emas, o'rtacha. Ko'proq o'zi sarp bilan smart yaxshi ketadi. Siz suvnikini ham sotasiz, svetnikini ham hammasini. Mana shu hamma maishiy sho'tchilarni hammasini sizdan olishadi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu videoning tagida shu odamning nomerlarini tashlab qo'yaman. Kimga sho'tchilik kerak bo'lsa, murojaat qilinglar, yetkazib beradilar. Butun Toshkent viloyat, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga hammasiga yetkazib beradi. Bu G'iyos ekan bo'ladi, legendasi bo'ladi sho'tchi sotish bo'yicha. Sherzod, oldingda sho'tchining legendasini sotuvi bo'yicha yur endi O'rizor keldi, manfaatli bo'lsin deb suv nasoslariga ham kiramiz. Bitta yaxshi uka xonim bor. Shular magazinga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ne'mat bor. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Ozg'iyos ekan modalarga bordi. Endi siz oldingizga kelyapmiz. Do'stim, mana shu manfaatli bo'lish uchun kirdik. O'zingizni mahsulotlaringizni shunday tushuntirib bering. Nimaga, qanaqaga, butun hozirni katyolchilar ham ko'radi, pajarnik gidrantchilar ham ko'radi. Bo'ldi, sizni sohangizga tegishlilarini ko'rsatib o'taman. Ko'proq siz sohangizda 3 faza nasoslar, pajarnik gidrantga, o'sha katta zdaniyalarga, kvartiralarga suv davleniya yetkazib berishga, bular nasos o'zi bunga pajarnik stansiya qilib, nasosni stansiya qilib, inverter, avtomatika hamma narsasini qo'yib ham yig'ib beraveramiz aka. Pastga nomerlarni qo'shib qo'yasiz. Xudo xolasa, kerak bo'lsa. Tegida nomerlari turadi. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan chiqarib beradilar. Shunaqa, suv nasos bo'yicha liboyi bor. Shimjiyning ofitsialniy dilerimiz. Okay. Salomat bo'ling aka. Mikrofonga manfaatli bo'ldi. Xudo xolasa. Rahmat. Salomat bo'ling aka. Endi latta puttachini olib boramiz.